İhlas suresi tuğanlar cakırçılıkta getiret ekan. Kembag'allikni getiret ekan tuğan. Jarir radhiyallohu anhudan rivoyat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man qara'a qul huvallohu ahad, kim qul huvallohu ahad o'qisa, hina yadkhulu manzila, qachon uyine kirganda, uyingizga kirganda ixlosni o'qib qo'yishingiz kerak ekan. Itaala put kiyim chechib o'tasiz, o'sha put kiyim chechayotgancha o'qib qo'ying. Hech qanday vaqt ketmaydi. Ne bo'ladi ekan? Nafatul faqr min ahli zalikal manzil va jiran, bu ixlos surasi jaqirchilikni o'sha uydandagi qo'shnilardan ham getiraveradi deydi. Tamasha emas bu. Bu Ravohi Tabarani o'zining kitobida zikr qilgan. Va akhraj Abu Nuaym fil Hulya an Jabir radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Man nasiya an yusammi ala ta'ami falyaqra qul huvallohu ahad idza farag." Kim bismillahni aytganni unutib qolsa tamoqdan, tamoq jeb bitgandan keyin esine kelib o'tadi. Ixlos surasini o'qib qo'yaversin deydi. O'rinda olib qoladi deydi. Alloh